Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Toshkent viloyati Yangiyo'l tumaniga keldik. Albatta videoni oxirigacha ko'ring. Ko'pchilik bizdan arzon hovli ko'rsating, mol-hol boqishga sharoiti zo'r bo'lsin deyshadi. Hozir biz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Samarqand mahallasi mashhur ko'chasidagi bitta xonadonga keldik. Uyimizda yer maydon 10 sotik. Ko'rib turganimizdek aholi yashaydi. Yaqinimizda ya'ni Chichiq daryosi o'tgan. Juda ham yaqin deyishyapti. Albatta kelib ko'rsangiz bo'ladi. Mana uyimizning asosiy tashqi fasadi, yo'laklari betonlashtirilgan, stяжка qilib qo'yilgan. Demak, xonadonni ko'rib boramiz. Uyning bahosi $65,000, ya'ni yer narxida sotilyapti. Срочный pul kerak bo'lgani uchun sotib olishyapti. Mana xonadonimiz ko'rinishi, kirganimiz asosiy o'ng qo'lda kirish eshiklari bo'ladi. Hovlimizda mevali daraxt ekib qo'yilgan. Bemalol bu yerda siz o'zingiz xohlagan ishlarni qilishingiz mumkin. Hovliga e'tibor bering, to'g'ri burchak, ya'ni burchakli uy emas yoki nima deydi. Hovlimizga bemalol avtomashina qo'yadigan joylari bor. Basseyn qilish uchun imkoniyatlarimiz bor. Suv, gaz, elektr muammosi yo'q ekan, faqat gaz hali ruxsat olinmagan, olib kirishmagan. Gaz turib turibdi, bemalol ko'chib kelgandan keyin gaz kiritib olsangiz bo'ladi. Havosi juda ham toza ekan. Uyning narxini aytib o'tdik, $65,000. Ya'ni kelishtirib berishadi, uy egalarini kelishib olasiz. Bu yerda bitmagan xonamiz bor ekan, bitta garaj, bitta xona bor ekan. Ichiga kirib o'tirmaymiz. Mana shu yarim holatda bitgan uyimizda. Asosiy eshik rom, derazalar patolog ishlari qolgan va rang berib qo'ysangiz bo'ldi. Uning asosi xom g'ishtdan bo'lgan ekan, ma'lum o'rnida aytib o'tyapman. Harakat qilib bitirib yashaydigan joy ekan. Havosi juda ham yoqdi menga. Albatta $65,000 ga hozir 2 xonalik kvartira olish mumkin. Bu yerda shahardan uzoq bo'lmagan. Hozir yarim soatda yetib keldik Toshkent shaharidan. Demak, bemalol ushbu xonadan sotsangiz bo'ladi. Albatta videoga like bosing. Ekranda uy egalari nomerini qoldiraman. To'g'ridan to'g'ri telefon qilib xonadon egalarini sotsangiz bo'ladi. Hozir bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita xonamiz bor ekan do'stlar.